Amerika qurilishi 6 bölük. Biz davamlıq Thomas Jefferson to'g'riliq so'zlaymiz. Bugun programmamizni Koç Parang bilan boshlab ketaylik. Men programda azaldan mundaq ishlardan saqlanib kelgan. Lekin bugun nimishqa Koç Parang so'zlashga to'g'ri kelib qoldi? Chunki bu bugungi bosh personaj bilan munosabatlik. Thomas Jefferson Amerikaning 3-navbatlik prezidenti. Amerika Mustaqillik Xitobnomasini vujudga chiqarguvchi, fikrlar tarqalishi va Amerika asos qonun nuqtasini elib aytganda Jeffersonning tarixi George Washingtondan kuchlik. Amsa zodi qandoq Koç Parangi? Bu parang rasmi yolg'on. Buni tarqitishning nima ahamiyati bor? Biz avval bu hikoyaga quloq solaylik. Bu voqelik bilan Hollywoodning Jefferson Parijda nomli kinosi ishlangan. Bu hikoyaning tarix arqa ko'rinishini biz oldingi sondimi so'zlagan. Ya'ni Amerika asos qonun yig'inida munozirlashgan qonun bo'lsa, Madisonning loyihasi. U bu qonunni Jeffersonning yetaklashi ostida bitkizgan. Amaliyotda qonun loyihasi yig'ini Jeffersonning asosiy qonuni qarta ochilgan muhokama yig'ini edi. Lekin yig'in maydonida Jefferson yo'q edi. U nega ketdi? Parijga. Fransiya bo'lsa Amerikaning mustaqillik urushida g'alaba qilishidagi halqiliq sabdishi. Jefferson Fransiyada diplomatlik vazifasi o'tayotgan vaqt bo'lsa Amerikaning dastlabki qurilishidagi muhim tarix. Jefferson bilan tang vaqtda bu tarixga yozilgan yana bir shaxs bor. U ximiz. Kishilar uni Sali deb chaqirishdi. Bu vaqtda Sali chakar sifatida Jefferson bilan birlikda Parijga borib, uning xizmatida bo'ldi. Lekin Sali odatdagi chakar emas. U Jeffersonning vafot bo'lganiga 5 yil bo'lgan ayolning oti bir ona boshqa singlisi. Jeffersonning ayoli yuqori tabaqadan kelib chiqqan bo'lib, Xudo uningga tangdaysiz go'zal chiroy ham muzika talanti ato qilgan bo'lsa-mu, salomatligi yaxshi bo'lmagan. U 6 qatim yangish va tug'ilgan bolalarning ay bo'lmasligi qatorliq azoblarni boshdan kechirgan. Eng oxirida qiz tug'ib bo'lib, uzun o'tmay vafot bo'lgan. Vafot bo'lish oldida yo'ldoshining qayta o'ylanmasligini talab qilgan va Jefferson mu qo'shilgan. Sali bo'lsa Jeffersonning qiynotisining qartallik chakirdan bo'lgan qizi bo'lib, aralashqanlik. Shu vaqtdagi qonun bo'yicha garchi uning terisi bek qora bo'lmasmi, u yanala erkinligi bo'lmagan ayol chakar. Sali o'z ko'zi bilan oti bir ona boshqadisining ko'z yumganligini ko'rdi, ham uning oxirgi talpini angladi. Bu vaqtda Sali 9 yoshda edi. Jefferson bilan Parijga borgan vaqt 5 yildan keyin bo'lib, Sali 14 yoshda edi. Jefferson yo'lga chiqish oldida Amerikaning Angliyada turishlik konsuli ham Amerikaning 2-navbatlik prezidenti John Adamsning ayoli qarang. Sali nayt chiroyli ham to'lgan. Siz qiziqmay tura olamsiz? So'z cho'chaklardan hazar aylang. Bu ogohlantirishga parvo qilmagan Jefferson Parijga yo'lga chiqdi. Nimani demagan bilan Sali qora tanlik chakar. Bu vaqtda Jefferson Amerika prezidentimi emas, ham bu ishning o'zining urug' avlodigacha ta'sir qildiganligini uqmaydi. Lekin mustaqillik xitobnomasini vujudga keltirguchi bo'lish sifati bilan u allburun Shimoliy Amerikadagi tamakini qing'ir tishlab turgan pomishchik emas, balki Yevropaliklar qalbidagi hurmatga sazovor siyosiyon edi. Shunga u o'zining nom axloqiga alohida diqqat qilish kerak edi. Adamning ayolining og'zidan pal chiqqandek, u Amerikaga qaytgandan keyin bu paranglar chiqishga boshladi. Jefferson prezidentlikqa saylangandan keyin bu xil zarbalar taxmi avjiga chiqdi. Amsa Jeffersonga hujum qilayotgan kim? Buning ichida bir muhim shaxs bor. U bu ishlarni taxmi cho'ngaytgan. U bo'lsa-mu Skotlandlik muxbir James T. Callender. Hozirgi til bo'yicha Callenderning qilchi kasbiy axloqi yo'q deyishga bo'ldi. U Jeffersonni qaralashdan oldida xohlagancha siyosiy arboblarga hujum qilish orqali o'qirmanlarning o'ziga bo'lgan diqqatini oshirgan. Amsa u qanday qilib hayot qolgan? Yanala Jeffersonga rahmat aytish kerak. Burungi siyosiyonlarning mundaq kishilarni bir taraf qilishi o'yinning qatoridagi ishlar edi.
Jefferson bo'lsa butun kuchi bilan so'z erkinligini qo'g'digan. Mayli saylam raqobatida bo'lsin yoki prezident bo'lgandan keyingi siyosiy sahnada bo'lsin, birdan-bir tayindigan axborot vositasi gazet edi. Jefferson saylam vaqtida va huquq tutganda uning siyosiy raqiblari gazetdan foydalanib Jeffersonga qarta o'sak so'z tarqitib, uni ig'ir azobga duchor qildi. Jefferson ulardan o'ch olmadi. U to'lib tashqan savrchanlik va demokratik bilim saviya bilan siyosiy raqiblarga muomala qildi. Başdan axir qonun yoki o'zining shaxsiy prezidentlik huquqidan foydalanib, o'ziga hurmatsizlik, zarba bo'lgan noto'g'ri fikrlarni to'smadi. Jefferson deydiki, axborot erkinligi bo'lsa hukumatni qo'g'dug'uchi kuch. Jeffersonga eng kuchli zarba bergani yana Callender. Callender Jeffersonga zarba berishdan burun Washington, Adam, Hamilton qatorliq arboblarga hujum qilgan. Chunki uningda axloq o'lchimi yo'q. Avayqi siyosiyonlar uningga qaytirma hujum qilishni boshlashi bilanla Philadelphia'dan Richmondga mo'kinib Jefferson qatorliq demokratchilardan panohlik tiladi. Keynidan Birlashma sud tarafidan qamoqqa hukm qilindi. Biroq uzun vaqt o'tmay Jefferson prezidentlikka tayinlandi. Shuning bilan Callender turmadan chiqdi va Jeffersondan to'lam talab qildi. Jefferson deydi: "Mening sana panohlik berganim Amerikaning so'z erkinligini qo'g'dug'inim, hargizmi seni qo'g'dug'inim emas. Callenderdek razil inson sen mening deganimni o'rinlamading deb boshqadan gazetlarda hujumga o'tdi. Jungoliqning vapoga jafo degan gapidek." 1801-yili 9-oyda Callender Richmond xotira gazetida mundaq maqola e'lon qildi. Jefferson ismli nəhayət salafatli ko'ringan bu kishining yanında uzoq yillardan buyon Sally ismli bir oshnasi bor. Bu ayol prezidentga necha qaritanlik bola tug'ib bergan. Nima degan razil gap bu? 10 necha yilning oldidagi ishni qaytadan so'rab chiqdi. Ham tushundirib, balkim 1788-yilda Jefferson Sallyni bag'riga bosgan bo'lishi mumkin. Chunki shu yili u Sallyga mash bergan. Hem onunğa Parijdagi oqso'ngak ayollarning nəhayət qimmatli ko'ynakini elib bergan deydi. U vaqtdagi Amerika xalqi kalendardan maaş bergan isboti, ko'ynakning taloniqini deb albatta isbot talab qilmaydi-da. Xalq ommasi kalendardagi kishilarning razilligini bilsa-mu, yanala ko'ch paranglarini qiziqib paranglashidi. Jefferson bu ishdan nəhayət g'azablandi, lekin u yanala oldiga chiqib Calendarga radiya berishni xohlamaydi. U faqatla o'zining do'stlar chempirki ichida bu ishni inkor qiladi. Lekin xalq kimga ishonishni tanlaydi? Biri axloq fazilatsiz yolg'onchi razil kishi, yana biri bo'lsa mustaqillik xitobnomasini vujudga chiqarib Shimol Amerikani qutqizgan qahramon. Kimga ishonish kerak? Ayni yili bu fitnaning bak tarqalib ketmasligining sababi nima? Kishilarning ko'ch paranglarga qiziqmaslik emas, balki Jeffersonning kang qursoqligi. U vaqtdagi kishilar freedom bilan libertyning farqini texmo oson tushunadi. Callender o'z fikrini erkin e'lon qila oladigan freedom huquqi ham Jeffersonning fikr erkinlik huquqi qonunini kafolatga ega qilishi liberty. Biri o'ylig'ini deyalaydigan erkinlik, yana biri o'ylig'ini qo'rqmay deyish erkinligi. Mencha bu Amerika qurilishining abdori Skosin ota balaning ideyasidan iborat. To'g'ri, oldingi mezgilda bir mendan sen Amerika qurilishi to'g'risida so'zlagan tamsil va mazmunlarni topa olmadim. Kitobda yo'qkan dedi. Men o'ylayman, faqatla kitob o'qish bo'lgan bo'lsa, men kitobni ko'tarib sizlarga o'qib bergan bo'lardim. Hamma odam kitobni elib o'qiy oladi. Shundaqmi? Yoki men sizlarga bir yaxshi kitob tavsiya qilsam bo'ladi. Amaliyotda mening bu programmani ishlashdagi maqsadim o'zimning o'y fikri ham tafakkur qilish jarayonini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Bir kitob balkim bizning suhbatimizning temasi bo'lishi mumkin. Kitob orqali o'y fikrimizni taqmo beytimiz. Mening va do'stlarning o'y fikrlarini o'rtoqlashish orqali kitobning
ya'ni avtorning bizga yetkazmoqchi bo'lgan ideyasini taxmi jonlantirishdan iborat. Bu haqiqatan ma'nilik. Freedom, liberty, liberal qatorliq so'zlarni biz erkinlik deb tarjima qilib tushunamiz. Biz bularning ma'nosini o'xshash tushunsak, erkinlikning haqiqiy ma'nosini yo'qotib qo'yamiz. Shundaqla Jeffersonning mustaqillik kitobnomasidagi tug'ma insoniy huquqi bo'lgan ma'nosini yo'qotib qo'yamiz. İnsanның erkinligi tabiiy. Hech qanday biri tug'ilibla malay yoki mahbus bo'lmaydi. Jamiyatning erkinligi bo'lsa, kurash qilib qo'lga kelgan ham barpo qilingan, e'tiqod ham tuzumga ega bo'lmagan jamiyat kapolatida hargizmi tabiiy erkinlikka erishgil bo'lmaydi. Jamiyat kapolati bo'lgan bu erkinlik huquqidan foydalanib Xudo barobar yaratgan o'ziga o'xshash insonlarni bostirgan erkinlik huquqi, ya'ni liberal, oxirida hamma kishini erkinlik huquqi kapolatidan mahrum qildi hamda inson huquqini yo'q qildi. Mana shundoq munosabat. Biz davomli Jeffersonning hikoyasini so'zlaymiz.